Assalomu alaykum qarindoshlar. Mening ismim Bilal Abdumet. O'zim Sharq Turkistonning Qarmay shahridan. Men shu 2015-yili Misrga o'qishga chiqqan. Undan keyin 2017-yili 7-oyda Turkiyaga qaytib keldim. Men qaytib kelib, Turkiyaga qaytib kelib bir 10 kundan keyin dadamni tutib kirib ketdi vatanda. Shu dadamning ismi Abdumet Urayim, o'zi 47 yosh. Bu ro'yda ishlaydi, ish bir gunohsiz, sababsiz tutib kirib ketdi dadamni. Undan keyin mushili, ya'ni 2018-yili 5-oygacha hech bir xabar yo'qdi. Ya kaskanning xabari yo'q, yoki lagerga ketganning xabari yo'q. Jimjit tutib kirib ketgan peti. Undan keyin 5-oyda mushili opam ismi Arzugul Osman, opam bilan aloqa qilib turdim. Shu 5-oyda aloqamiz uzildi. Kunda degidek yaqib turdi, shu peti yo'qolib ketdi. Endi hozirgacha qanday holat turayotganligini uqmayman. Shu ishlar to'g'risida guvohlik bermoqchi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.